Birlikning mohiyati va asoslari. Mahmud Ro'zi. Birlikning mohiyati va ittifoqlikning islomdagi o'rni. Birlik insonlarning tarixdan buyon orzu qilib kelayotgan butun insonlarning o'rtaq nishoni va g'oyasi bo'lib kelmoqda. Bo'libmi, Uyg'ur maqol tamsillariga qaraydigan bo'lsak, birlik va ittifoqlik haqida nurg'un so'zlar aytilgan. Jamiyatning inoq ijil yoshishini barpo qilish uchun ota-bobolarimiz, yurt oqsoqollarimiz xalqini birlikka va ittifoqlikka chaqirib kelgan. Tarix va hozirgi zamonga nazar soladigan bo'lsak, faqat Uyg'ur millatila emas, dunyodagi har qaysi millatlarning eng ko'p to'laydigan shuari birlik va ittifoqlik shuari bo'lmoqda. Bu birlik shuari nima uchun buncha ko'p tilga ilinadi? Acaba birlasholmaslik va ittifoqsizlik tufaylidanmi yoki ittifoqlik kuchaygan bir jamiyat bo'lg'achqimi? Albatta, bu savolning javobi aql egalariga nisbatan go'nga emas. Birlik degan bu so'z ittifoqlik, inoqlik va iroda birligi degandek ma'nolarni ifodalaydigan bo'lib, har xil sarxil fikrlar bilan, farqli yo'l va vositalar bilan o'xshash nishonga ilgarilashda ittifoq bo'lishni uqtirdi. Ammo ittifoqlik degan bu so'z nurg'un kishilarning qalbiga ko'mayotgan mumkinsizlik psixikasi bilan og'zidan chiqara olmayotgan to'limi ulug' bir so'zdir. Nurg'un kishilar birlashishni uyqudagi tushga o'xshatadi. Umidsizlikni ichida birlikda bo'lishni xomxil qurish bilan barobar deb qaraydi. Holbuki ayrilish va bo'linishdan birlashish va ittifoqlik reallikqa texmi uyg'un va texmi qolay edi. Bo'libmi, tavhid dini bo'lgan islom diniga e'tiqod qilgan bir millat uchun birlashish texmi qolay va texmi oqilona bir ishdir. Chunki islom dini insonlarni birlik va barobarlikka, o'zaro yordamlashish va qarindoshlikqa eng kuchli chaqiriq qilgan bir dindir. Mundaqcha qilib aytganda, birlik va barobarlik uqumi islom dinining asosiy prinsiplari qatoridan hisoblanadi. Alloh taolo mu'minlarni birlik va ittifoqlikka chaqirib mundaq deydi: "Hammanglar Allohning arg'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yopishinglar. Ayrılmanglar. Ya'ni sizlardan ilgari yahudiylar va nasoralar ixtilof qilishgandek dinda ixtilof qilishmanglar." Al-Imron 103-oyat. Yana bir oyatmo birlikning muhimligini asıltib, bo'linishning xatiri haqida ogohlantirib mundaq xitob qilyotdi. Bütün söz hareketlaringlarda Alloh va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Bo'lmasa, dushman bilan uchrashishdan qo'rqib qolasizlar, kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Anfal surasi 46-oyat. 1400 yil burungi islomning shuari bo'lgan birlik va xalqni ogohlantirishlaridan iborat bo'linish va o'chmanlik mana bugungi kunimizdami aynan davom qilmoqda. Tarix takrordan iborat degan ifoda mana bugungi kunimizdami ro'shan ko'rinmoqda. Har qanday bir din, har qanday bir jamiyat mundaq qilib aytganda har qanday bir qimmat qarash birlik va ittifoqlikni o'zining asos prinsiplari qilib bekitib kelmoqda. Shundaqla insoniyatning o'rtaq qimmat qarashi bo'lgan bu uqum har xil fikr va ideyalarning soyasi ostida farqli tushunchalarni o'ttirg'a chiqarmoqda. Bir jamiyatga asosan birlik hisoblangan tushuncha yana bir jamiyatga nisbatan birlik tushunchasini hosil qilmasdan boshqa bir tushunchani o'ttirib qo'yishi mumkin. Bir jamiyatga nisbatan zidlik va bo'linish deb qaralgan tushuncha yana bir jamiyatga nisbatan birlik deb qaralishi mumkin. Islom dini insonlarga erkinlik ato qilgan bir din bo'lish sifati bilan har xil tushuncha va fikrlarga hurmat qiladigan, dinning ana prinsiplariga to'qinishmagan fikrlarni yaklamaydigan va shundaqla olam shumullikni o'zining xarakteri qilgan butun dunyo xalqining birdan-bir haqiqat dinidir. İxtiloflashish bo'lginchilikmi? Islom dinining o'zgarmas ana prinsiplari sirtida shoxchi masalalarda o'xshamaydigan fikr yurgizish, farqli va yangicha ko'z qarashlarni o'ttirg'a qo'yish, xalq ichida bo'lginchilik qilish va yoki qarshilashish deb qaralib kelmoqda. Albatta, bu qarashni mutlaq xato yoki mutlaq to'g'ri deyishmi
yana qarshilashga ilib boradigan bir masala bo'lib, qarindoshlar aro tafriqchilikni hosil qilishi aniqdir. Şoňlaşqa mesele mulohiza qilganimizda adil va haqqoniy bir ko'z bilan ko'z tush elib berish, masalani shaxsiyat bilan aralashtirib olmaslik, shaxsiy taraf tushunchisi bilan emas, qarshi fikr tushunchisi bilan munozara elib berish, ya'ni kishi bilan talash tortish qilmasdan fikr bilan talash tortish qilish bizning asosiy masalamiz va qilishimiz kerak bo'lgan ishimizdir. Albatta, o'xshamaydigan fikrlarni bayon qilish orqali munozara qilish bilan ixtiloflashib jangi jidal yaratish o'rtasida cho'ng bir farq bor. Dinning asos prinsiplari sirtidagi shar'iy masalalar har xil ko'z qarashga ochiq, ommabop masalalar bo'lganligi uchun ahli ilmlarning masalalar haqida farqli fikr va tushunchalarda bo'lishi tabiiy bir qonuniyatdir. Bu xil fikriy mo'lliq Janobi Alloh tarafidan Payg'ambar alayhisolamning ummatiga berilgan bir ne'mat qatoridandir. Payg'ambar alayhisolamning ma'lum bir hadisida ixtilofning, ya'ni har xil fikrda bo'lib munozara va fikr almashtirishning o'zining ummatiga qilingan bir rahmat ekanligi bayon qilinadi. Mundaqcha qilib aytganda, fikriy o'xshamaslik qo'rqinchli bir hodisa bo'lmasdan aslida targ'ib qilinadigan bir ishdir. Fikriy birdaklik qanchalik muhim bo'lsa, fikriy o'xshamaslikmi shunchalik muhim. Chunki ko'pincha ahvolda fikriy birlik diktator bir jamiyatda maydonga keladi. Bundaq jamiyatda fikriy erkinlik ham sad ko'rinadi, hamda ig'ir gunoh hisoblanadi. Chunki fikriy o'xshamaslik bölgünçilik paydo qilib qolmasdan jamiyatni qalaymiqonlashtirib, xalqni ma'lum ideya egalariga qarshi chiqqizadi. Amir va qo'mondonga yoki asosiy qimmat qarshi bo'lgan ideologiyasiga qarshi chiqish bahonasi bilan fikriy o'xshamasliklarga qo'ldan kelishicha qarshi turadi. Mana buni haqiqiy qulluqqa yuzlanayotgan bir jamiyat deb kesib ayta olamiz. İslam ideologiyasi bu ideologiyaga tubdan qarshi bo'lib, bu xil ideya bilan tubdan o'xshashmaydiganligini, islom dinining asosiy prinsipi bo'lgan insonlar o'rtasidagi barobarlik va o'xshashlik shuaridan ko'rib olamiz. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "O'zaro tunishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganinglar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar." Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilandir. Hujurat surasi 13-oyat. Yuqorqi oyatdagi markaziy tushuncha bizga diktator ideologiyasining Allohning dargohida hech bir o'rni yo'q ekanligini, bir insonning yana bir inson ustiga hech qanday afzallik yo'qligini tushuntirmoqda. Hikmat va bilim kimning qo'lida bo'lsa uni elish islomning musulmonlarga bergan yo'l yo'riqi bo'lib, musulmondorchiligimizning haqiqatni monopol qilib olish harakati islomning chaqiriqi bo'lmasdan, musulmonlarning va yoki boshqa dinga e'tiqod qilgan kishilarning shaxsiy hissiyoti va dinga vakillik qila olmaydigan o'zining o'zlik obrazidir. Yig'inchoqlab aytganda, qarama-qarshilik birlik ichida mavjud bo'ladi. Birlik ichida qarama-qarshilik mavjud bo'ladi. Amaliyotda fikriy jihatdan ixtilof qilish bir bo'lginchilik harakati bo'lmasdan birlik ichida tug'ilgan bir shoxchidir. Mundaqcha qilib aytganda, ixtilof birlikning parchasidir. Birlikni ishga oshiradigan vositalar. Har qanday bir jamiyatning kuchi birlikdan va birlashishdan keladi. Yuqorida deb o'tganimizdek, birlashish faqat o'xshash ish qilish, o'xshash fikr yurgizish degandan iborat bo'lmasdan, farqli fikr va har xil yo'llar bilan bir xil g'oya va nishon haqida birlashishning eng yuqori pallasi va islom dinining musulmonlardan va insoniyatdan kutgan talabi degan edik. Birlik uchun albatta ba'zi asos va vositalarga ehtiyojimiz bo'ladi. Birinchi, sog'lom aql va vahiy chaqirig'iga bo'ysunish. Vahiy chaqirig'i va sog'lom aql tushunchasi bir-birini kuchlantiradigan dinning asosiy omillari bo'lib, bilim va mantiq soyasida insoniyatning to'g'ri bo'lgan hayot yo'lini sizib beradi. Chunki insoniyat aqli bilan ilohiy vahiy ummatning birlik va barobarlik ichida yashashini taqozo qiladi. Mundaqcha qilib aytganda, aql va vahiy manbasiga toyinish birlik va ittifoqlikning asosiy vositalaridandir. Ikkinchi, mustahkam e'tiqodga ega bo'lish. Haqiqat yo'lida mustahkam turgan kishi hayotini o'zining shaxsiy g'arazlariga agashtirmasdan Alloh va Allohning payg'ambarining yo'l yo'riqiga agashtiradi.
Dava yo'lida shaxsiy manfaat va shaxsiy adovatni tashlab, g'oya va nishon ustida berilishalaydi. Sog'lom va mustahkam iymonning natijasi mana shunday kuchni ko'rsatadi. 3. Olim va ulamolarni qadrlash. Olim o'ldi, olim o'ldi degandek, olimlar bir millatning ulini tutib turadigan asosiy turuklardir. Ularning mavjudligi millatning mavjudligi demakdir va ularning taraqqiyoti millatning taraqqiyoti demakdir. Olimlarni qadrlamaslik va ularga itoat qilmaslikmi ayrilish va chechilang'ulik elib keladigan bo'lib, millatning xor zabun bo'lishi bilan natijalanadi. 4. Fikir va tushuncha monopolligidan saqlanish. Albatta, ma'lum bir masala haqida faqat birla to'g'rining bo'lishi noto'g'ri. Mutaassiblik qilgan holda boshqalarning fikrini qabul qilmaslik va xalq fikriga takabburlik bilan muomala qilgan holda o'zininkidan boshqa fikrni xatolashtirish birlik va ittifoqlikni buzadigan asosli omillardan biri bo'lib, musulmon bir kishining axloqiga yarasha boshqalarga hurmat qilishni bilish birlikning asosli omillaridan biridir. 5. Haqiqat yo'lida izdinish va haqiqiy islom axloqi bilan axloqlanish. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Men go'zal axloqni tarqitish uchun payg'ambar qilib avatildim." Bu hadisning ruhiga asosan tushunib olishga bo'ladiki, din bir axloq bo'liqidir. Bir insonning dindorligi uning axloqi bilan o'lchanadi. Axloq deganimizda bugungi kunimizdagi jamiyat axloqini tushunish to'g'ri emas. Albatta, islom axloqi deganimizda fidokorlik, vafodorlik, boshqalarning manfaatini o'z manfaatidan ustun ko'rish, xalq uchun qurbon bo'lish, xalqning o'tida parvona bo'lib kuyishga o'xshash tasavvufiy va zohidlik axloqi tushunilishi kerak. Mana bu xil axloqiy ruh birlikning asosiy va tubki omilidir. Xotima. Albatta, birlik va ittifoqlikni kuchaytiradigan yana nurg'un omillar bor. Ammo yig'inchoqlab aytganda birlik va ittifoqlikni hosil qilish o'zimizni isloh qilishdan boshlanadi. Shundaqla o'zimizning ishini yaxshi qilish, o'zimizning ayib nuqsonlarini tuzatish bilan mashg'ul bo'lish birlik uchun ilingan eng kuchli qadam bo'lishi mumkin. Oxirida xotira daftarimga yozib olgan mo'nu jumlalarni qistirib o'tishni to'g'ri ko'rdim. İnsan özünün ayıp nuqsanlarına nazar salğınında dünyanın pak-pakiza va o'zining naqadar ayıp nuqsanlıq ekanligini ko'rishga boshlaydi va natijada boshqalarning aybini ko'rishdan ojiz keladi. Shuni unutmangki, dunyoni boshqarayotganlar din va millat ayrimchilik qilmasdan ittifoq tuzganlardir. Boshqarilayotganlar bo'lsa, din va millat ayrimchilik bilan bo'linganlardir. Albatta, birlik va ittifoqlikning kuchi yadrodunmi kuchlikdir. 2021 yili İstanbul.